Doktor, bu to'g'nog'ichmi? Ha, yana yutib yubormang hozirgi bemorga o'xshab. Ha, Buxoroda 20 yoshli yigit to'g'nog'ichni bus-butunligicha yutib yubordi. Bir emas, naq 5 ta dona. Shu bilan birgalikda uning oshqozonidan operatsiya jarayonida 5 dona turli o'lchamdagi mixlar ham olib tashlangan. 2 kun shunday holatda yurgan 2005-yilda tug'ilgan bemor ko'ngil aynishi, oshqozon sohasida kuchli og'riq va ovqat o'tishining qiyinlashishidan shikoyat qilib murojaat qilgan. Shoshilinch gastrofibroskopiya, videogastroskopiya qilganimizda oshqozon pilori qismi kattayligi bo'yicha 5 ta to'g'nog'ich mix metall-simon borligi, uzunligi 2-5 cm va 3 cm borligi aniqlandi. Muvaffaqiyatli ravishda oshqozon shilliq qavatini zararsizlantirmasdan xalos etildi. Bu o'z joniga qasd qilish emas, bemor psixiatr nazoratida turadi, deyiladi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda. Bu o'zini so'zi aytishi bo'yicha o'yin-qaroqlik qilib, og'zida ana shunaqa to'g'nag'ichlarni o'ynab yurgan holatda bilmasdan yutib yuborganligini bizga bildirdi. Eslatib o'tish lozim, bundan sal ilgari farg'onalik 2 yoshli qizning qornidan 135 ta magnit sharshalar olib tashlangan edi. Hozirgi kunda bunday holat ommalashib bormoqda, deydi shifokor ham. O'smirlarda yoki yosh bolalarda, yosh bolachalarda, 1 yoshli, 3 yoshli bolachalarda, shunda o'rta yoshli bolalarda ham metall-simon narsalarni yutish juda ham statistika bo'yicha juda ham ko'payib kelmoqda. Oxirgi yod jismlar bo'yicha eng ko'p o'lganimiz bemorning oshqozonni tana qismida, oshqozon pilori qismida metall-simon loshka borligi va hamda bu loshkalar hammasi sindirilgan holatda borligi aniqlandi. Hozirda bemorning ahvoli yaxshilanib bormoqda va uning oshqozon ichak traktidagi muammolar patologik tarzda bartaraf etilmoqda.